Ulug'bek xazinasi. O'zbek yozuvchisi Odil Yoqubovning qalamiga mansub roman. Asarda Temuriylar hukmronligi, olim Mirzo Ulug'bekning shaxsiy hayotiy fojiaviy qismati, shogirdi Ali Qushchi hamda qalandar Qarqoniy qay tarzda Mirzo Ulug'bekning kitoblarini saqlab qolganligi tasvirlangan. Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi tarixiy romanni mutolaa qilgan yosh kitobxonlarning ma'naviy olami keng va boy bo'ladi. Shoh va olim Ulug'bek ko'p narsalar haqida o'ylaydi. Avvalo, u shoh Temuriyzoda, toj taxt taqdiri uchun javobgar shaxs. Ulug'bekda insoniy g'urur juda kuchli. Shohlik qoni jo'sh urib, toj va taxt himoyasi uchun o'g'liga qarshi jangga otlanar ekan, nomus tuyg'usi uni qiynoqqa soladi. El-yurt kelgusi avlodlar oldida bunday noma'qul ishda qo'l urgani uchun or qiladi. Yomon nom qoldirgandan qo'rqadi. Mirzo Ulug'bek tanti, oliyjanob odam. Munosib merosxo'r topilsa, toj va taxtni yaxshilikcha topshirishga ham tayyor. Biroq avlodida bunday kimsa yo'q. Abdulatif riyokor, yana bir o'g'li Abdulaziz majruh, kaltabin shaxs ota toj taxtni ularga topshira olmaydi. Ulug'bekni hammadan ham Mavron-Nahrga 40 yil rahmonlik qilib o'ttirgan asosiy boyligi madrasalari yu rasadxonasi, nodir xazinasi to'plangan kutubxonasi yu yaratgan asarlarida. Ulug'bekning fojiasi shundaki, o'z o'g'lidan tortib qo'l ostidagi barcha mansabdorlari, ishongan tog'lari xiyonatkor bo'lib chiqdilar. Ulug'bek taxtdan tushadi. Hokimiyat tepasida johil, muttasib, qalloblar qo'lida o'yinchoq Abdulatif keladi. Qora kuchlarning davri davroni, ma'rifat ahlining esa qora kunlari boshlanadi. Romanning ikkinchi qismida ana shu qora kunlar tasavvur etilgan. Ulug'bek xazinasi romanida buyuk tarixiy shaxslarga daxldor bo'lgan davr haqiqatni nozik ilg'ay olgani uchun ham umrboqiy asar hisoblanadi. Romanda Ulug'bek davrining ana shu otashin tarixiy haqiqatni o'z badiiy ifodasini topgani uchun ham adolatli va ma'rifatparvar shoh adabiy tipi yaratilgan. Asar haqida fikr yuritar ekanmiz, bu asar barcha davrlarga ham ta'lim, tarbiya sohasida namuna bo'lib keladi.